Ozodbek Nazarbekov qo'shig'idagi jigi aslida nima degani? Jigi 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 furqating o'ltirur meni tutma ravo jigi jigi. Bu qo'shiq matni salkam 600 yil oldin yozilgan. Mavlono Lutfiy qalamiga mansub. Jigi so'zining ma'nolari ko'p. Qo'shiqqa mos 3 ta ma'nosi bor. Birinchisi bu yorga erkalab murojaat qilish ko'rinishi. Bu xuddi jonim, hayotim, go'zalim degandek gap. Xalq dostonlarida aynan shu ma'noda qo'llangan. Ikkinchisi jigi sahroda yashaydigan serharakat, juda chiroyli, mittigina qushcha. Shoir yorini shu qushchaga o'xshatgan bo'lishi mumkin. Uchinchisi bu so'z Xorazm shevasida yo'q hay degan ma'noda ishlatilar ekan, bu ham qo'shiq ma'nosiga mos tushadi. Gul kabi chehradan uni judo qilma hay deb tushunishimiz mumkin masalan. Menga hammasidan ham birinchi ma'no ko'proq mos tuyulyapti. Sizningcha Mavlono Lutfiy bu so'zni aynan qaysi ma'noda qo'llagan? Birinchi, ikkinchi yoki uchinchi ma'noda? Izohlarda yozing.